tushuncha berishga kelyapmiz. Aerodromdan juda kam kirib chiqyapti. Aerodrom bo'yida ana olmaydi, kreditga zo'r emas. Ay- Xo'jayinlarimiz ham qo'ymaydi kreditni. Aerodromda tadbirkorlar ko'p-da. Kreditlarimiz bo'yicha tushunchalar berib ketamiz kelyapti. Qaysi bankdasiz? Agrobank desekan. 17 million, 50 million, 30 million. Kimlarga beriladi bu kreditlar? Bu mahallada ishlamaydigan, qanday davlat xizmatlar ishlamaydigan, byudjetda ishlamaydigan odamlarga beriladi. O'zini-o'zi banklagan fuqarolarga. O'z banklar to'lov bor. 412 ming. Biz ishlaymiz-da. Tadbirkorlarga bermaydimi? Beramiz. Beramiz. Yo'lga korxonasi bo'lsa. Ana dashga bir picha hokim menga yer bergan, ana qabrga o'xshab Toshqulba globi deb qoqib qo'ygan. Unga pul yo'q, nimaga subsidiyami, nima ajratmaysalar narsa Yo'q, ekishga. mayli. Nima ekilgan, ekilgan. Hech narsa ekilmagan, e'tibor ham bermagan. Nima eksak beradi yo'q qolsa. Bilmasam, endi suv bo'lsa, Suv bormi? mana suv ham uzoqroqda-da bizdan. O'shani olib borsa bo'ladimi? O'sha shulonka kerak, shulonkaga pul kerak, tortish kerak, o'sha yerga bir Mayli, bir borboshqa nima qiling, oling. ekin-tekin bir nima qilish kerak-da. Ha, o'sha kichik biznes qo'llab-quvvatlash bo'yicha 312 son qaror bor prezidentda. Xuddi sizga o'xshagan shunday tadbirkorlik qilaman degan odamlarga tushadi. Qanchadan ajratasiz? 5 yilgacha beradi, 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan oshgan qismi garov bo'ladi. 1 milliardgacha yoki 300 milliongacha beriladi. Qarang. Foiz 19% yillik. Shu 100 million oshgan qismiga garov. Baqala pomidor shunaqa eksa bo'ladi yo'q dedi. Qilish kerak mana. Mehnat qisqa suv bo'lsa bo'ladi. Mehnat qisqa. Suv lekin yaqin bizda. Yaqinda juda uzoq emas, shunga ham baribir shulonka narsa kerak-da. Bog'dorchilik qilmoqchiman men. 100-200 daraxt ekmoqchiman, lekin yoki tartib tadbirkor bo'lsam